Hazrat Payg'ambar islom 3 kishiga qasam ichib aytdilar. 3 kishiga qasam bilan yo'lovonlik qildilar. Talatatun uqsimu alayhinna. 3 kishi bor, qasam ichaman shu uchovini borasiga dedi. Bu nima narsadir? Birtasiki ma naqasa mal abdin min sadaqat. Ey ummat, buni daqiq bilinglarki, hech goh bir kishining moli sadaqa berayotgan mollari sarmoya doroyisidan kam etmaydi. Subhanalloh. Bunga xeyli mutojib bo'linglar. Hech kishini sadaqa berishligi molidan kam etmaydi. Valla aqli zohiri shuni aytadiki, valla 1 lak afg'oniki meni o'yimga boradiki, men 50 ming afg'onisini Xudoning yo'liga ketdim, 50 ming kamidiki. Na, hadaf budiki, hech goh sadaqa berilibdi rizoyi Xudo uchun. Allohi mutaol evazini to'ldirgan bo'lmasa, hargiz bu ish bo'lgan emas. Payg'ambar islom bunga qasam ichdilar. Ikkinchisi, wala zulima abdun fasabara alayha illa zadahullohu izza. Okan sarnavishdir. Insonga rohat beradi. Va hech goh bir kishi mazlum qaror topmaydi, mazlum bo'lmaydi, lekin sabr qiladi. Sen menga zulm qilding, sen meni obro'yimga sadama urding, sen meni molimga sadama urding, zulm qilding. Xotir Alloh uchun sabr qilaman. U zotiki qaviy va muqtadirdir. U zotiki yaxshilab intiqom oladi, u zotga topshirdim. Sabr qiladi. Aytdilarki, hech goh bu mazlum xor bo'lmaydi, magaram zadahullohu izza. Alloh taolo uni izzatini mardumcha nima qiladi? Ko'taradi. Va uchinchisi, wala fataha abdun mas'alatin illa fatahallohu alayha baba faqrin. Alloh fano bersin. Va hech goh bir banda darvozai savol qilardi, tilardi mardumdan ochmaydi o'yiga, zindaligiga, tirikligiga, magaram Alloh mutaol darvozahoy faqrni ustiga ochib qo'yaveradi. Zamoniki zarurat bo'lmasa, izzatli bandadan naboyat inson tilasa. Zamoniki zarurat bo'lmasa, odamni ashaddan niyozi bo'lmasa, naboyat g'ururini, g'ayratini zerifo qilib mardumdan dasbagadoylikka nima qilsa, qo'l uzatga deysa. Zarurati bo'lmagan kishini agar shu ishni qilgan deysa, Alloh mutaol bob faqr, haqoratni, zillatni, xorlikni darvozalarini ustiga ochib qo'yib beradi. Endi to'ldiring qani maydonni qanday to'ldirasiz? Alloh fano bersin.